Xayrli kun hammaga o'rtoqlar. Mana bugun sizlarga ko'pchilikni talabiga binoan kurkachilik bo'yicha ozgina maslahatlarni beraman. O'zi amakim uylarda edim. O'zimni parrandalarim yo'qligi tufayli o'z parrandalarni oldiga kelib baribir sizlarga syomka videorolik taqlamoqchiman. Qaranglar, bitta nar, bitta moda kurka bor. Bu yerda mana jo'jalikdan o'rgandilar. O'sha mana hozirgi paytga katta bo'lib bahor oyi, o'zi aprel katta bo'lib tuxumga kirgan payti. Menga shunaqa savol kelib tushadi. Kurkalar nechta tuxumdan keyin kurk bo'ladi? Nechta tuxum bo'lsa oladi? Nechta jo'ja olib chiqaradi? Qaranglar. Sizlarga maslahatlarni bir boshdan boshlaymiz. Bitta nar kurka 5 ta, 6 ta, 7 tagacha mokiyon kurka bilan birga saqlasa bo'ladi. Bitta mokiyon kurka kurk bo'lganicha, meni o'zim tajribamdan o'tgan narsa, 25 tagacha tuxum qo'ygandan keyin kurk bo'lish boshlaydi, o'zi avtomatik bo'lib yotish boshlaydi. Tovuqlar ketmaga tuxum tug'ib ketavermaydi. Bular chunki yovvoyi instinkt kuchli bo'ladi. Indaotkada ham xuddi shunaqa. Xo'p, nar kurka men kurkalar haqida video tayyorlaganman, ko'ringlar. Xo'p, ma'lumotli video. YouTube'da prosmotrlarimiz juda ham zo'r bo'ldi, aktiv ko'rsatganlar uchun kattakon rahmat. O'sha videodagi ko'rmaganlar bo'lsa, yangilar bo'lsa, o'sha videoni ko'rishlaringiz mumkin. Qaysi kurka ko'proq daromad beradi degan video chiqarganman. YouTube kanalimga kirib ko'ringlar. Yangilar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa videolar hali ko'p chiqadi. Xo'p. Kurk bo'lish davrida tuxumlarini o'sha 10 ta tuxum tuqqandan keyin olmasdan qo'ysangiz agar, o'sha 15 ta tuxumgacha o'sha joyiga tuxum to'planaveradi. Bular pattashab, o'sha joy tayyorlash boshlayveradi. Kurk bo'lishga tushlarining patlari tushib, o'sha kurk bo'lishga tayyor bo'lib bosish boshlaydi. Xo'p, kurkalarni yovvoyi instinkt kuchli bo'ladi. Indaotkanda ham xuddi shunaqa. Chunki bular Amerikadan keltirilgan parranda hisoblanadi. Amerikada bo'lgan bular. Xo'p, nar modasini ajrata olmaydiganlar uchun mana narani boshi mana yorqin rangda bo'ladi. Va lachak qismlari mana bu bezlari katta-katta bo'ladi. Mokiyonida lachaklari kichkina bo'lib, rangi ham xo'p, narga nisbatan xiraroq bo'ladi. Xo'rozlarning rangi yarki, yorqin demoqchiman, o'zbek tilida yorqin. Bo'lib, shundan ajratib olsangiz bo'ladi va jasadi ham juda yirik bo'ladi mokiyonga nisbatan. Menga kecha bir obunachimiz Telegramdan yozdilar. Hech men shu xo'rozni bosganini ko'rmaganman mokiyonni. Bular yovvoyi instinkti kuchliligi tufayli bular qizg'anadi, rashkchi. Indaotga ham xuddi shunaqa, rashkchi. Bular oldin o'zini patlarini yoyib, ko'zini ko'rsatib, mana bu oldidagi mana bu qismini shishirib, ko'kragini shishirib, mana qaranglar. Mana. Patlarini yoyib, o'zini ko'rsatib, gup qilib ovoz chiqaradi mana. Qarang. Hozir ovoz chiqarish boshlaydi. Sizlarga ko'proq ko'rsatishga harakat qilyapman. Mana shunaqa ovoz chiqaradi. Keyin men bu yerda sizlarga ko'rinadimi, yo'qmi, bilmadim. Ko'krak qismida simga o'xshagan narsasi chiqib turadi. Hozir sizlarga ko'rinadimi, yo'qmi? Yaqinroq ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shu o'rta qismida ko'rinmadi. Xo'p, gnezdosini hozir mana bunaqa qafas tagi setkali holatda saqlab boqyaptilar. Ko'proq yerlik joyda boqsangiz agar, men sizlarga ko'rsatishim kerak edi. Oldingi videolarimda bir necha yil oldin o'zim boqqan paytlarim joylarini ko'rsatganman. O'sha videolarni kirib bir kurka boqish sirlari deb yozsangiz kanalimga chiqaradi. Men joylarni qanaqa qilib tayyorlaganman, nechta jo'ja chiqargan, hammasini batafsil o'rgatganman. Hozir bu videom prosta bir kurkachilikka ma'lumotli video qilib chiqarmoqchi bo'lib, men sizlarga maslahatlarni beryapman. Yemishi mana kepakka mana bunaqa bug'doyni pishirilganini qo'shib berar ekanlar. Keyin bularga o'tan beradilar, zelillar, mana yerlari, ichlari beda, shunaqa ko'k o'tlar juda ko'p. Xo'p, sizlarga yana ma'lumotlar. Hozir mana bu belly oq yo'nalishdagi kurka, bu
Qara, pyostrый kurka. Ikkalasidan jo'ja chiqadi, lekin qoni buzilgan holatda. Bularni qoni tozalarini alohida o'zi cross boqadiganlardan olib, bitta yo'nalish saqlab boqsangizlar bo'ladi. Hozirgi bizning ko'p kurkalar mana shunaqa bo'lib aralashib ketgan. To'g'ri, standartlarga juda ham to'g'ri kelmaydi. Yana bir ikkita obunachilarimiz yozganda shu savollardan, xo'p, kurkalar 28 kunda jo'jasini ochib chiqaradi. 28 kunda. 2 yilki tajribali ona kurkalar jo'ja chiqarish koeffitsiyenti juda ham ko'proq bo'ladi. Tuxumini urug'lanishi xo'roziga bog'liq. Xo'rozlar qancha yoshi katta bo'lsa, 2 yillik, 3 yillik bo'lsa, shuncha tuxum urug'lanishi yaxshi bo'ladi. Mana bular 1 yillik jo'ja. Xo'rozlarim pixidan bilsangizlar bo'ladi. Pixi degani mana bu oyoq qismidagi chiqib turgan shoxi pixi. Shundan ajratib olsangizlar bo'ladi. Xo'roz kurkalarda shunaqa. Yosh katta bo'lgan sari pixi kattalashib boraveradi. Oyoq tangachalari ham kattalashib boradi. Mana 1 yilliklarda shunaqa. Yana qanaqadir ma'lumotlar, savollar bo'lsa agar video kommentariyasiga yozib qoldiringlar. Men kommentariyani o'zidan javob berishga harakat qilaman. Telegram kanalimiz bor, Telegram gruppamiz bor. Qo'shib qo'yinglar. U yerda ham suhbatlar bo'ladi, foydali ma'lumotlar bo'ladi. Yana qanaqadir qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Bugungi videomiz, qisqa videomiz shu kurkachilik haqida bo'ldi. O'zlaringiz kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldingizlar degan umiddaman.